So'nggi 2 kunda o'tkazilgan so'rovnomamizda eng ko'p berilgan savollar bo'yicha birma-bir javob berishni boshlayman. Birinchi o'rinda Mudofaa vazirligi tizimidagi harbiy oliygohlar haqida gaplashamiz. Agar sizga ushbu harbiy oliygohlar qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Ushbu oliygohlar qaysilar? Ya'ni birinchisi Qurolli Kuchlar akademiyasi, ikkinchisi Chirchiq tank qo'shin qo'mondonligi, uchinchisi Harbiy aviatsiya instituti. Ushbu oliygohlarga kirish tartibi, hujjatlar boshlanishi haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Birinchidan, hujjat qabul qilish 1-fevral sanasidan 1-aprel sanasigacha bo'lib o'tadi. Bo'yin nisbati 1.70 dan past bo'lmasligi kerak. Imtihon jarayonlari bo'lsa, ushbu oliygohlarga asosiy fanlari matematika, fizika fanlaridan imtihonlar bo'lib o'tadi. Hujjat qabul qilinishida fevral oyidan boshlab tumaningizdagi mudofaa bo'limiga borasiz va hujjatlaringizni topshirasiz. Va ular birma-bir imtihonga chaqirishni boshlaydi. Ya'ni imtihonlari jismoniy tarbiya, psixologik testlar va oxirida medkomissiya umumiy testga kirasiz. Ushbu oliygohlarga bizda o'zimizda tayyorlov kurslari ochildi. Ya'ni ushbu asosiy fanlari matematika, fizika fanlaridan milliy sertifikat tizimiga tayyorlovlar ochildi. Agar sizga ushbu oliygohlar haqida batafsil ma'lumotlar kerak bo'lsa, bu yerdagi Telegram kanalimizga obuna bo'ling va u yerda nizom qarorlari haqida batafsil tanishishingiz mumkin.